Qoyilmasman ey. Mana bu gaplar Fabrizio Romanogacha yetib boribdi. Ya'ni u ham tasdiqladi. Ufadagilar Fabio Cannavaroga aloqaga chiqishgan. Ya'ni O'zbekiston milliy terma jamoasini boshqarish haqida taklif bilan chiqqan. Akalar, nima qilmoqchisizlar? Maqsad nima? Jahon chempionatida yaxshi qatnashishmi? O'zbekiston futbolini, terma jamoasini keyinchalik bir yaxshi holatda ushlab turishmi? Yoki kimdir kabellarini, kimdir uy-joylarini, kimdir kalbasalarini reklama qilishmi? Qanaqadir brend murabbiy olib kelib. Xo'p, Fabio Cannavaro oltin to'pni yutgan, dunyoda uni hamma taniydi. Shu brendi kerakmi sizlarga? Nomi kerakmi? Yo nimadir natija qilmoqchimisizlar? Akalar, xo'p, Yoachim Löw dedinglar, to'g'rimi? Xo'p dedi mutaxassislar, mayli. O'zi 1 yil ham qolmadi jahon chempionatiga. 1 yildan ham kam vaqt qoldi. Mayli, tajribasi bor murabbiy nimadir qilar dedi, lekin u yo'q dedi. Keyin Bentu dedinglar, u ham tajribasi bor, 1-2 marta ishlagan dedinglar. Xo'p dedi, lekin u ham yo'q dedi. Endi sizlar aytdinglarki, jahon chempionatini ko'rgan, tajribasi bor murabbiy olib kelamiz. U yo'q, bu yo'q. Bu qanaqa tajribasi bor? Bu shunchaki futbolchi bo'lib zo'r o'ynagan, klublaridan 3 oydan oshiq ishlamagan, oxirgi 3 ta klubida haydalgan. Oxirgi 3 ta klubidan haydalgan 3 oy muddatning ichida u yoq bu yog'i. O'rta me'yonidan ham past klublarni boshqargan. Nima qilmoqchisizlar? Tushunmadim sizlarni. O'sha asosiy sizlarga qanaqadir yuz, qanaqadir brend kerak sizlarga, qanaqadir nom kerak. U orqali o'sha zo'r TVda bitta-ikkitasiga qo'yib bersanglar, tonni kalbasa, kabel, uy-joylarda reklama qilib yurishaveradi, to'g'rimi? Shumi maqsad? Yopishib olgan narsalar qaranglar. 8 oymi, 7 oymi vaqt qoldi jahon chempionatiga. Hali bizda murabbiy aniq emas.